Bilasizmi, men o'zi uncha ko'p chet elga chiqmaganman. Chiqqan davlatlarim bu Vyetnam, Tailand va Dubay va Gruziya. Men chiqqan davlatlarning hech qaysi biriga o'xshamas ekan. Birinchi bu Gruziya haqiqiy Yevropani vibe'ini berar ekan. Tailand, Vyetnam bu ko'proq tropik davlat. Gruziya esa umuman boshqa joy. Va meni sayohatim davlatning o'zida emas, samolyotda boshlandi. Kechqurun soat 1 da uchib kelgan bo'lsak ham, shahar tepadan juda ham toza ko'rinadi. Hech qanaqa smog, tutun umuman yo'q. O'zbekiston bilan ko'rib solishtirishingiz mumkin. Bu kadrlar kechqurun 10:30 da Toshkentda olingan edi. Shaharni xuddi tutun bosib olgandek va buni tushunish juda ham oson. O'sha payt Gruziyada, ayniqsa Tbilisida havo juda ham toza edi. O'zbekistonda esa havo yaxshi qilib gapirganda nafas olish sal qiyinroq edi. Tbilisiga biz soat 1larda uchib kelgandik. Otelga borganimizcha soat 3 dan oshdi. Shuning uchun keling, bu kunni unutamiz va keyingi kundan boshlaymiz. Va hammaga qiziq bo'lgan ma'lumotni aytaman. U yerga borib kelish menga nech pulga tushdi. Bu narsani videoni oxirida bilib olasiz va ishoning, siz bu narx haqida o'ylamagansiz ham. Videoni shu joyini o'tkazib bormasdan ko'rsangiz juda ham xursand bo'lardim. Bu meni birinchi bunaqa travel videoyim va to'g'risi men Kettu degan ko'rsatuvni ochmoqchi edim. Har xil davlatlarga borib videolar olib kelish. Lekin meni ota-onam bunaqa katta rasxod qilishga ruxsat berishmayapti. Shuning uchun bu video ko'p like yig'sa, prosmotr va podpishchik olib kelsam, xudo xolasa, bir oy davomida men yana boshqa davlatga chiqib kelib, boshqa davlat haqida video olib kelmoqchiman. Shuning uchun like bo'lib, obuna bo'lib, bu videoni tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Biz esa boshlaymiz. Tbilisida biz Adam Butik otelda turdik. Bu oddiy kichkina hovlida qurilgan oteldan biri. 3 yulduzlik, hech qanaqa vausiz kichkina otellardan biri. Joy uncha muhim emas, lekin siz Tbilisiga borib qolsangiz, bu otelda turishni maslahat bermayman, chunki Bookingda ham $40 ga 2 kishiga juda ham zo'r otellarni topishingiz mumkin. Birinchi kunlarimiz juda ham to'yingan bo'ldi. Birinchi kelganda faqat pluslarni ko'rasiz. Yo'llar, transfer, bunaqa meloch va minuslarga ahamiyat bermaysiz. Biz o'zi 2 kishi edik. Mana ikkitasi ham qo'shilib oldi. 300-400 metrdan birga kelyapmiz. Biz Avlabar rayonida turdik. 300 metr uzoqlikda magazin, kafe, banklar, xullas hamma infrastruktura bor edi. 8 metr uzoqda esa metro joylashganda. Birinchi kuni har qanday davlatga borgandek, biz ham Tbilisining markaziga bordik. U yerda mashhur Tinchlik ko'prigi qurilgan edi. Bu ko'prik 2016-yil 6-may kuni ochilgan va 10 mingtadan ko'proq lampalar o'rnatilgan, kechqurun yonib turishi uchun. Va uni shundoq yonida Cherkov va Vaqtan Gargasalim haykali turadi. Gruziyaning tarixi o'zi juda ham qiziq va hozir men sizlarga qanday qilib Gruziyaga aylangandan aytib beraman. Vaqtan Gargasali haqida boshlasak, u nechinchi yil qurol bo'lib davlat boshqarganim aniq emas, lekin uni qilgan ishi Gruziyani haqiqiy bitta katta davlatga aylantirgan. O'zi oldin Gruziya ikkita bo'lgan, Shimoliy va Janubiy Gruziya va Vaqtan Gargasali ikkita Gruziyani bittaga aylantiradi va Gruziyani poytaxtini Tbilisiga o'zgartiradi. Oldin Gruziyani poytaxti Mitskxeta bo'lgan 500-yillarda va qanday qilib poytaxt Tbilisiga ko'chgani haqida bir qiziqarli tarix bor. Qirol ovchi bo'lgan va bir marta qushni urib tushirib, uni yo'qotib qo'yadi. Yarim soatlardan keyin u qushni topganda, qush pishib ketgandi, xuddi sho'rvada qaynagandek. Bu vaziyatdan keyin qirol bu joylarni Tbilisi deydi. Tbilisi o'zbek tiliga tarjima qilganda issiq buloq degani va bu joy Vaqton Gargasaliga shunchalik yoqib ketadiki, Mitskxetadan poytaxtni Tbilisiga o'tkazadi. Tbilisidagi din bu xristianlik va gruziyaliklar xristianstvoni juda ham oldin qabul qilishgan. Tarixlar bo'yicha xristianstvo dinini ikkinchi bo'lib qabul qilgan davlatlardan biri deb hisoblanadi. Birinchi bo'lib esa Armeniyalar qabul qilgan. Gruziya 4-asrlarning boshida xristianstvoni qabul qilgan va birinchi bo'lib bu dinni Nino olib kirgan va uni haykalini siz juda ham ko'p joylarda ko'rasiz. Keyinchalik men sizga uni ko'rsataman. Tbilisining markazida bo'lsangiz, shunaqa kanatni yo'li bor. Bu kichkinasi, hali kattasi ham bor. Bu kichkina kanatni daroga sentrdan tepaga, tog'ga ko'taradi. Tog'ning nomi Narikala g'alasi. Kanatkaga ko'tarilish menga bir tomonga 2 lariga tushdi va siz ham bu yerga ko'tarilishingiz shart. Ayniqsa quyosh botishda borsangiz maza qilasiz. Biz quyosh botishda ko'tarildik va tepadan shaharni maza qilib tomosha qildik. Juda kamera kirromi? Tozalab tashlash kerak. Ahamiyat bergan narsam, Gruziyada juda ham ko'p haykallar bor ekan. Tbilisining o'zida 49 ta monument bor. Gruziya juda ham dinlik davlat. Bu yerda aytganimdek xristianstvoni Nino olib kirgan. Batumida Nino va Ali haykali bor, lekin haqiqatda ular uylanishmagan. Bir-birini yaxshi ko'rishgan, lekin ularni to'yi bo'lmagan. Shuning uchun haykallar bir-biriga tegmasdan orasidan o'tib ketishadi. O'zi qandoq qilib gruzinlar xristianstvoni qabul qilishgan? Ularni turklar, arablar bosib olgan bo'lsa ham, ular o'z dinidan voz kechishmagan va hozir hammasini birma-bir aytib beraman. Gruziyaning poytaxti Tbilisi.
Davlatning maydoni 69 ming kilometr, aholi esa atigi 308 million. O'zbekistonning maydoni 450 ming kilometr, aholi esa 37-38 million. Gruziyaning 86% aholisi xristian, 10% musulmon, qolgani esa boshqa dinlarga qarashlik. Lekin shunga qaramasdan, Gruziyada juda ham ko'p xramlar va cherkovlar bor va u yerda shunchalik eski cherkovlar borki, masalan, Balniskiy Sianin u 5-asrda qurilgan va haligacha ham ishlab keladi. Sonlar bilan gapirganda, Gruziyada 3400 ta cherkov bor va bunaqa kichkina davlatda bunchalik ko'p cherkovlar boshqa davlatlarda yo'q. Bu yerdagi din minglab yildan beri eng muhim narsa bo'lib kelmoqda. 4-asrdan oldin ularning dini butparastlik, majuslik bo'lgan. Ular quyosh, osmon, yulduzlarga sig'ingan. Va Nino bu yerga kelgandan so'ng ular xristianlikni qabul qilishgan. Arablar bu yerlarni bosib olib, ularni musulmon qilishmoqchi bo'lgan. 7-asrlarda Kavkazni bo'lishadi va u yerda Tbiliskiy emirat qilishmoqchi edi. 400 yil ular Gruziyani boshqarishadi, lekin juda ham kam odamlar yangi dinni qabul qiladi. Arablar ham ularni qiynab dinga tortishmagan edi. Ularning eng muhim ishi o'zlarining kuchlarini ko'paytirish edi. Va 400 yildan so'ng 1122-yil qirol David Gruziyani ozod qiladi va shundan keyin ularda oltin asr boshlanadi. Din haqida gap ketayotganda, bu mavzuni masjid bilan yopish yaxshiroq deb o'ylayman. Tbilisida bir dona masjid bor ekan, Juma masjidi va u sentrdan 500 metr uzoqlikda joylashgan. Va bu masjidning ham tarixi bor. Bu masjidda ham sunnitlar, ham shiitlar namozlarni o'qishar ekan va ularni birlashtirgan joy deb hisoblanadi. Birinchi bo'lib Tbilisida ahamiyat bergan narsam, u Yevrosoyuzga kirmasa ham rostdan ham juda ham Yevropaga o'xshaydi. Ko'chalari o'zining koloriti, atmosferasi bor. Oddiy ko'chalarga qarang. Bu shaharni umuman sentri emas, sentrdan 4-5 kilometr uzoqlik joyda. Osiyoda esa sentrdan 4-5 kilometr uzoqlikda bunaqa infrastruktura, daraxtlarni umuman ko'ra olmaysiz. Menga eng qiziq bo'lgan savol Gruziyaning ekonomikasi. Birinchi kunga o'zida meni miyamda bitta savol bor edi. Qanday qilib ular shunaqa mashinalarni sotib olishadi? Gruziyadagi 40% mashinalar bizda juda ham qimmat deb hisoblanadigan mashinalar. BMW, Mercedes, Alfa Romeo, Tesla ular tiqilib yotibdi va albatta Malibular ham bor edi. Keling shuning uchun mashinalarning narxini solishtirib ko'ramiz. Gruziyada ham Malibu bor, bizda ham Malibu bor. Shuning uchun narxlarni qarang. Gruziyada 2022-yil 3.9 motorlik Malibu, bizda bunaqa mashinalar yo'q, $9000 sotiladi. Xuddi shu mashina faqat oddiyroq motor bilan O'zbekistonda $22000 turadi. Mana eng yaxshi ko'rgan mashina BMW, ayniqsa BMW X6. Gruziyada 2021-yillik 50000 probeg bilan $48000 ga turibdi. O'zbekistonda esa 2022-yil chiqqan X6 50000 probeg bilan $85000 ga sotilyapti. Gruziyada mashinalarning narxi 2 barobar arzonroq deya olmayman. O'rtancha 40% dan 70% gacha. Va sabablarini hamma tushunib turadi. Biz birinchidan Yevrosoyuzda emasmiz. Bizning qonunlarimiz boshqacha. Bizning tamojdagi soliqlar boshqa va keling undan ko'ra Gruziyani va O'zbekistonning VVPsini yoki esa YIMini solishtirib ko'ramiz. Gruziyada YIM 2025-yilda $42.7 milliard ga teng bo'lgan. Aholi jon boshiga bu $11574 degani. O'zbekistonda YIM 2025-yil $147 milliard ga teng bo'lgan. Bizning aholimiz ham Gruziyanikidan 10 barobar ko'proq. Bu degani aholi jon boshiga YIM $3846 degani. Oyliklar ham juda ham qiziq mavzu. Tbilisida aylanib yurganimizda men bir-ikkita odamlardan, har xil ishlarda ishlaydigan odamlardan ularni o'rtancha oyliklarini so'rab ko'rdim. O'rtancha oylik Tbilisining o'zida 2026-yil $770 ga teng. Toshkentda 2026-yil statistika bo'yicha 9,5 million, 10 million oylik deyshadi. Lekin bu statistikaga sal ishongingiz kelmaydi. Shuning uchun keling, 5 million so'mni olamiz. Ularning oyligi biznikidan $350 ga ko'proq bo'lsa ham, u yerda pul ham tezroq ketar ekan. Men akam bilan bir marta Istanbul restoraniga kirdim va 2 kishiga ovqatlanishimiz 85 lariga yoki esa 400 ming so'mga to'g'ri keldi. Toshkentda esa yaxshi joyda o'tirishimiz 2 kishiga 150 ming, maksimum 200 ming so'mga tushadi. Taksi 15 minut yo'lga bemalol 60 ming so'mdan ko'proq chiqadi. Uylar narxi esa bizniki bilan bir xil, hattoki arzonroq desa ham bo'ladi. Mana masalan, shaharning o'rtasida metrodan 200 metr uzoqlikda 4 xonalik uy remontsiz bo'lsa ham $85000 ga sotilyapti. Toshkentning markazida esa bunaqa narxga 4 xonalik uy topolmaysiz. Va shu bilan bemalol videoni tugatsa ham bo'lardi. Tbilisi menga juda ham zerkarli shaharga o'xshadi. Vyetnam, Tailandlarga borganimda men umuman to'ymagan edim va yana o'sha yerda qolib ketgim kelgan edi. Tbilisida esa bir haftada, hattoki 3-4 kunda zerkarkansiz, agar boshqa shaharlarga bormasangiz. Shuning uchun biz ekskursiya oldik va hozir sizlarga borgan 3 ta ekskursiyamiz haqida aytib beraman. 3 ta ekskursiya bizga bir kishiga 150 lari yoki esa $56 ga to'g'ri keldi. Biz 3 ta joyga bordik: Kaxeti, Mtsketa va Kazbegi va ekskursiyamizni Kazbegidan boshlaymiz. Ekskursiyamiz 8:30 da boshlandi va shahardan chiqishga bizga yarim soat vaqt ketdi va umuman boshqa joyga tushib qolganga o'xshaysiz. Birinchi bo'lib to'xtagan joyimiz bu
Valley dambasi. Bu suv ombori 1980-yil qurilgan bo'lib, hozirgacha ham o'z ishini qilib kelmoqda. Bu yerda Tbilisi suvlari saqlanadi hamda bu suvlar tufayli tok ishlab chiqariladi va bu yerdagi tabiat shunchalik chiroyliki, kamera to'g'risini aytsam hamma narsani ko'rsata olmayapti. Suv omboridan 10 minutdan so'ng biz monastir Jivariga yetib bordik. Gruziyaning cherkovlarga kirish imkoniyati umuman yo'q, chunki aynan cherkovlardan juda ham chiroyli tabiat ko'rinar ekan. Bu cherkov ham oddiy cherkov emas. U 590-610-yillarda qurilgan. Bu ko'rib turgan cherkovingiz 1400 yil oldin qurilgan va undan juda ham chiroyli tabiat ko'rinadi. Keyin biz 1,5 soat juda ham qiyin va chiroyli yo'llardan o'tib, sovuq va qor yog'ib turgan joyga yetib keldik. Tbilisi va Stepatsmindaning o'rtasida Gaduari tog' changi kurorti yonida xalqlar do'stligi monumentiga va agar siz ham Kazbegiga ekskursiya olmoqchi bo'lsangiz, yoningizda sal qalinroq narsa tursin, chunki tepada juda ham qattiq shamol bo'lar ekan. 1,5 soat oldin havo umuman boshqa edi. Quyosh chiqib turganida issiq edi, lekin tepaga ko'tarilgandan so'ng bizni shamol va qor kutib oldi va keyin biz bunaqa balandlikda mazza qilib kachayla uchdik. Ой! 300 ming so'm bo'ldi. Bu kachelada 2 kishi uchishimiz. Qimmat, lekin bir marta bo'lsa ham uchib ko'rish kerak. Birinchidan juda ham ko'p adrenalin olasiz. Ikkinchidan esa juda ham chiroyli tabiatni ko'ra olasiz. Keyin biz o'sha mashhur tog'larni va cherkovni ko'rdik. Kazbegi tog'i balandligi 5053 metr va men umrimda bunaqa o'z ko'zlarim bilan baland tog'larni ko'rmaganman. Biz turgan tog'larning birida cherkov bor edi. U 1300-yil qurilgan va 2100 metrda balandligida joylashgan. O'zim ahamiyat bergan narsam, hamma cherkovlar balandlikda va juda ham chiroyli joylarda qurilgan edi. Hamma cherkovdan tabiat juda ham zo'r ko'rinardi. Bu tog'larga ko'tarilish uchun biz alohida mashinada ko'tarildik va bir kishiga 20 laridan to'ladik. Shu bilan bizning Kazbegidagi sarguzashtlarimiz tugadi va orqaga qaytishimiz uchun yana 3 soat vaqt ketdi. Men bu ekskursiyaga bemalol 10 dan 9 ball qo'ya olaman. 3 ta borgan ekskursiyamizdan eng ko'p yoqqanim aynan shu edi. Keyingi ekskursiyamiz Kaxetiga bo'ldi va bu ekskursiya menga uncha yoqmadi. Yana o'sha chiroyli tabiatdan shaharga chiqib ketdik. Faqat bu safar boshqa tarafga va 1,5 soat yo'l yurgandan so'ng biz Gruziyaning sirini yeyishga to'xtadik va nonini ham tatib ko'rdik. Nonim oddiy, narxi 3 lari. Sirisi juda ham ajoyib edi. Sho'rtang mazza qilib yeysiz. Sir menga shunchalik yoqdiki, videoga ham olishni unutib qo'ydim. Keyin esa biz yana yarim soat yo'l yurdik va eski cherkovlardan biriga to'xtadik. Tarix bo'yicha bu cherkov 340-yillarda qurilgan, Ninom o'lgandan so'ng. Lekin 10-11-asrlarda uni to'liq restavratsiya qilishgan. Bu ancha marta yana qayta remont bo'lgan bo'lsa ham, hozir ko'rayotgan cherkovingiz eski cherkov deb hisoblasa ham bo'ladi. Va bir qarang, bu cherkovdan qanaqa chiroyli tabiatlarni ko'rish mumkinligini. Cherkovning ichiga kirib ham o'tirmadim, chunki u yerga kirib videoga olish mumkin emas ekan. Shuning uchun tashqaridan chiroyli tabiatni ko'rib o'tirdim. Bundan so'ng bizdan ovqatlanishga olib borishdi. Lekin biz hech nima zakaz qilmaslikka qaror qildik. Birinchidan u yerda qanaqa go'sht qo'shilishini bilmaymiz. Ikkinchidan esa hali qorn ham ochmaganda. Ovqat paytida bizni vino ekskursiyasiga olib ketishdi. U yerda tekinga oq va qizil vinoni ichib ko'rish mumkin edi. Men ichmagan bo'lsam ham, lekin bu yerda qanday qilib vino tayyorlanishini ko'rsatmasam bo'lmas edi. Vinolar shunaqa quduqlarga o'xshash joyda turadi. Keyin esa uni butilkalarga quyishar ekan. Bu vino juda ham noyob deb hisoblanar ekan. Birinchidan, bu oila o'zlari 100 yildan beri vinoni tayyorlashar ekan. Ikkinchidan esa ular yiliga ataga 20 mingta butilka chiqarar ekan va bu juda ham kam va nafaqat boshqa davlatlarga, balki Tbilisining o'ziga ham bu vinolar yetib kelmas ekan. Keyingi to'xtagan joyimiz Signaki yoki esa Sevgi shahari deyshadi. Oldinlar bu yerda 24 ga 7 ishlaydigan ZAGS bo'lardi va bu yerga yaxshi ko'rgan odamingiz bilan kelib, xalqaro standartiga to'g'ri keladigan ZAGS qog'ozini olishingiz mumkin edi. Hozir bu ZAGS ishlamaydi, lekin uni yaqin oralarda yana ishlatishga tushmoqchi. Hamda bu yerda juda ham bir mashhur devor bor. Bu yerda odamlarning ismi yozilgan. Chunki 9-aprel 1989-yil Gruziyada, Tbilisida katta tragediya bo'lgan. Minglab odamlar Gruziya SSSRdan chiqib ketamiz deb mitinglarga chiqishadi va kechqurun Shota Rustaveri ko'chasida SSSR harbiylari u yerdagi miting qilayotgan odamlarni o'q otishga boshlashadi va bu tufayli 21 ta odam vafot etadi va ularning ko'pi qizlar va ayollar bo'lgan. 100 tadan ortiq odamlar больницаga tushadi. Keyin 1991-yil 9-aprel kuni Gruziya SSSRdan mustaqil mamlakat deb e'lon qilib chiqadi va bo'lgan vaziyatga 37 yildan ko'proq bo'lgan bo'lsa ham
har yili Shota Rustaveli ko'chasida odamlar o'lgan odamlarni eslab 9-aprel kuni hali ham ko'chalarga chiqishadi. Va shu bilan biz Tbilisini o'ziga yo'lga oldik. To'g'risi, menga bu ekskursiya uncha qiziq tuyulmadi va общий ball bo'yicha 6 ball qo'yishim mumkin. Boshqa bu yerga qaytib kelmas edim. Ertangi kuni biz Mutatsminda parkiga bordik va u shaharda emas, sal teparoqda joylashgan edi. Siz yoki funikulyorda yoki avtobusda ko'tarilishingiz mumkin. Avtobusdagi narxi 1 lari, funikulyorda esa 12 lari. Lekin funikulyorda ancha tezroq va manzara ham juda ham chiroyli edi. Tepaga ko'tarilganda sizlar juda ham katta parkni va shaharni juda ham chiroyli manzarasini ko'rasiz. Narxlar parkda juda ham qimmat. Biz 3 ta narsada uchib ko'rdik. Amerikanskiy gorki, tepadan tashlab oladigan narsa va 8 oyoq. Общий biz 66 lari to'lab chiqib ketdik. Hamda yana 24 lari 2 kishiga funikulyorda Mutatsminda parkiga ko'tarilish uchun. Funikulyorda ko'tarilish uchun siz Rustaveli metrosidan chiqib ozgina pastga yurishingiz kerak. Yoki esa sentrni o'zidan 314 yoki 310 avtobusga o'tirsangiz, shundoq kirishga tashab qo'yadi. Metro ham Tbilisida biznikiga juda ham o'xshab ketadi. Lekin biznikiga qaraganda chuqurroq. 30-35 sekund eskalatorda tushdik. Metro biznikiga o'xshaydi. Eski vagonlarimizga. Xuddi shunaqa shovqin, xuddi shunaqa atmosfera, lekin ahamiyat bergan narsa, bizda bitta stansiyada ikkinchi stansiyaga o'tishingiz 2 minut bo'lsa, bu yerda 3-4 minut ham yurishingiz mumkin ekan. Lekin metro biznikiga qaraganda ancha kichikroq ekan. Bizda ham 50 ta stansiya bo'lsa, ularda ataga 23 ta stansiya bor ekan. Va yana ekskursiyamiz har doimgidek boshlandi. Sprinter, chiroyli manzaralar va yana cherkov. Bu cherkovni ichida videoga olishga ruxsat berishmaganlar uchun men tashqariga chiqdim va chiroyli tabiatni kuzatib o'tirdim. Keyingi borgan joyimiz bu Stalin muzeyi. Kirish bir kishiga 15 lari, lekin ishoning, ketgan pulingizga umuman achinmaysiz. Shunchalik ko'p haqiqiy ma'lumotlar, eski rasmlar, kitoblar, gid hammasini shunchalik qiziqarli aytib beradiki, to'g'risi maza qilib eshitdim. Va agar sizlarga Stalinning tarixi qiziq bo'lsa, agar bu video 7000 ta like yig'sa va kommentariyaga Stalin tarixi haqida video qiling desangiz, albatta Stalin haqida ham video qilaman. Stalin o'zi gruziyalik bo'lgan va Gori shahrida tug'ilgan. Stalin muzeyidan so'ng biz Uplistixi degan joyga bordik. Bu eski shahar bo'lgan va bu yerning tarixi juda ham boy. Bu shahar 2,5 ming yil oldin qurilgan va keyinchalik gruziyaliklar xristianstonni qabul qilishgandan keyin bu yerning tepasiga cherkovni qurishgan. Uni ichiga ham videoga olishga ruxsat berishmadi, shuning uchun u yerga kirib ham o'tirmadim. Keyin biz bu yerdan chiqib ketib, boshqa cherkovga yo'l oldik va gid bizga aytishi bo'yicha, aynan shu yerda Isaning hojga tortilgan, o'sha hoj shu yerda saqlanar ekan. Xristianliklar Isa o'lgan deyishadi. Musulmonlar esa u hali tirik va oxirgi zamonda tushishiga ishonishadi. Xullas kalom, hozir ko'rib turgan hoj aynan Isaga tegishli bo'lgan degan gaplar bor. Bu safar meni cherkovga kirib video olishga ruxsat berishdi va hattoki o'z ko'zlarim bilan gruziyaliklarning to'yini ko'rdim. Va albatta, cherkov joylashgan joyda juda ham chiroyli manzara bor edi. Men bu so'zni aytishga zerikmadim, chunki rostdan ham Gruziyaning qaytiga qaramasangiz juda ham chiroyli tabiat ko'rinardi. Va shu bilan mashina bizni sentrga tashab qo'ydi va ekskursiyamiz ham tugadi. Ertangi kuni kechqurun soat 1 da bizni reysimiz bor edi. Aniqroq qilib aytsa, ertangi kuni emas, indinga kechqurun soat 1 da. Xullas, bizni ertasi kuni 12:01larda oteldan chiqarib yuborishdi. Biz hamma narsalarimizni otelga tashab, shaharni aylanib yurdik. Va yana ikkinchi marta Istanbul restoraniga kirib, Gruziyaning an'anaviy ovqatini, xinkalini yeb ko'rdik. 5 tasi 12 lariga to'g'ri keldi. Va yana bir qiziq narsalarni ko'rib qoldim. O'zbekiston ko'chalarida har xil paynet budkalari tursa, Gruziyada kriptomatlar turar ekan. U yerda siz o'zingizni kripto hamyoningizni to'ldirishingiz mumkin ekan. Ketishimiz ham juda ham qiyin bo'ldi. Bizni soat 10 da mashina olib ketdi va 10:30 da aeroportga bordik. Reysimiz birinchi 1 soatga ko'chirildi. 1:30 dan 2:30 ga. Keyin yana cho'zildi. Xullas, samolyot osmonga ko'tarilganda soat 4 da va 2,5 soatdan so'ng biz Toshkentga uchib keldik. Toshkent va Gruziya havosi qanchalik farqi borligini ko'ryapsiz deb o'ylayman. Eng qiziq joyi, bir haftalik tur bizga nech pulga tushdi? Buning ichiga otel, aviabilet, sug'urta va transfer kiritilganida $223. Ha, biz $223 ga bir hafta Gruziyada dam olib keldik. 2 kishiga $446 to'lov qildik va mazza qilib bir hafta Yevropada aylanib keldik desam ham noto'g'ri bo'lmaydi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli videolar chiqarishga motivatsiya bo'ladi va agar bu videoda ko'p kommentariya bo'lsa, men kettu ko'rsatuvimni yana boshqa davlatda olishga harakat qilaman. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Hiya kanalida edim. Hammaga katta rahmat.